Assalomu alaykum aziz akalar. Hop, mana shu qo'shti oq tepadagi joni mana bu ajratyapman-da endi hozir. Mana oq akalar shu sotilmaydi. Shular aytganlarim. Qolgani mana tepadagi ko'ra siza malladim orqasidagi mana joni mana ko'ra joni. Mana siza ham sotilmaydi aytsa, mana siza ham sotilmaydi. Bakin pochtalyon yonidagi nimasi sherigi sotiladi akalar. Keyin yana bu yerda sotiladigan kaptarlarimiz bor, hozir ko'rsatamiz. Mana go'rani narxicha qimmatroq, qolganini donasini bir xil narxdan beraveramiz. Mana go'ranjicha narxini qimmatroq. Mana shu ikkala bakin sotiladi. Bu yonidagi ikkita ham sotiladi. Mana tepaga chiqqan bilan pastdagi bakin. Mana orqadagi mana soch sotiladi. Mana bu orqasidagi bag'ri qism sotiladi akalar. Keyin mana bu o'rtada turgan bakin sotiladi. Shular sotiladi akalar. Hali go'rani narxi 250 ming so'm kami bor, kelishtirib beramiz. Bu hozir qolgan hamma ko'rsatgan kapitallarimizni donaga 30 ming so'mdan berib yuboramiz. Optim olaman degan odamga optim yokida donalab olib ketaveraman desa berilaveradi. Kelib ko'rib uchirib berasizmi desangiz, uchirib ham berilaveradi, xudo xolasa. Mana qizil tepaga uryapti. Mana ham tepaga uryapti qora hakka. Mana ham o'yinchiga kelib qoldi bu chujoy. Mashlar uchyapti. Mana baking moda ham tepaga urib uchyapti. Mana uni harpanasi. Mana bo'yicha o'yini ko'payib ketibdi, lekin uchirib olsa bo'ladi mana shu jonani ham. Mana naram uchyapti. Akalar inshaalloh kimga qiziq bo'lsa sotilaveradi. Molar ham jup, bir jup ham sotiladi. Bunlar bolalari mana qad chiqdi, mana shunaqa yalangoyoq lissi bo'lib chiqdi. Bular ham shu 30 mingdan berib yuboramiz bularni ham akalar.